Germaniyada dunyodagi birinchi alangasiz ishlaydigan sanoat vodorod isitish tizimi ishga tushirildi. Mazkur innovatsion texnologiya sanoat korxonalarini issiqlik bilan ta'minlashda vodoroddan xavfsiz va ekologik toza manba sifatida foydalanish imkonini beradi. Loyiha Eshtin GmbH tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, tizim an'anaviy yonish jarayonsiz, ya'ni ochiq alangasiz ishlaydi. Shu sababli isitish jarayonida karbonat angidrid, azot oksidlari hamda boshqa zararli chiqindilar hosil bo'lmaydi. Natijada atrof muhitga ta'sir minimal darajada tushiriladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu texnologiya og'ir sanoat tarmoqlarida gaz va ko'mir kabi an'anaviy yoqilg'ilarga muqobil sifatida qo'llanilishi mumkin. Koreya ilm-fan va texnologiya instituti olimlari qon ketishini tez va samarali to'xtatishga mo'ljallangan innovatsion sprey ishlab chiqdi. Ma'lum qilinishicha, sprey qon bilan reaksiyaga kirishib, 1 soniyadan kam vaqt ichida gelsimon qatlam hosil qiladi va jarohat yuzasini yopadi. U o'q tezishi, chuqur kesishlar va kuchli qon ketishi bilan bog'liq og'ir jarohatlarda ayniqsa samarali bo'lishi mumkin. Sprey asosini AGCL nomli kukun tashkil etadi. U tabiiy moddalardan iborat bo'lib, qon yuvishini tezlashtiradi va yarani tezda muhrlab, organizmning tiklash jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Ishlanma hozircha tadqiqot bosqichida, biroq dastlabki sinov natijalari ijobiy ekanligi aytilmoqda. Tsinxua universiteti tadqiqotchilari uchta bosib chiqarish texnologiyasining yangi usulini ishlab chiqdi. Unga ko'ra, murakkab 3 o'lchamli obyektlarning atigi 0,6 soniyada yaratishi mumkin. An'anaviy uchta printerlar obyektlarni qatlama-qatlam shakllantiradi. Bu esa ko'p vaqt talab etiladi. Yangi texnologiya esa maxsus yorug'lik maydoni yordamida butun hajmni bir zoomda hosil qiladi. Shu bilan birga eng kichik detallar o'lchami 12 mikrometrga yetadi. Bu inson sochining bir necha baravar nozikligiga teng. Ushbu usul mikroelektronika, tibbiyotda biologik to'qimalar modellarini yaratish, nanorobototexnika va ilg'or ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanishi mumkin.